tez ishlang. 네, 감사합니다. 네. 또 우즈베거로 뭐 궁금한 거 없어요? 뭐 배우고 싶거나 그런 거 없어요? 네? 뭐 말해봐요. 향숙 씨, 네? 중국어로 그 빨리빨리 그거 뭐라고 해요? 응? 快点 하이데야, 快一点 하이데하 일하라고 빨리빨리 일하라고 뭐예요? 快点干活 항대야, 快点干活 항대야, 干活日한다 광고 快点 빨리 한대야, 快点 화이데와, 화이데와, 快点 하이데알, 快点 하이데알, 광고, 干活干 깡고, 안干活 깡공, 하이데야, 광고. 쓰죠 발음이 좀 쓰죠. 중국어 발음 좀 세요 혼날래? 그거 뭐예요? 뭐지 예더스 BTS? 예더스 BTS? 혼날래요? 뭐예요? 이 예더스 BTS? 빨리빨리 일해요. BTS? BTS? 어허. 이런 건 막 메모해야 되는데. BTS? 맞아요? BTS? 예더스 말을 안 들어요. 까부지 말라 이런 뜻 BTS? BTS? Xitoy sharab o'ynashma degani BTS degan ekan o'rtoqlar. Okey. 사장님도 좀 정리 좀 해야겠네. BTS? BTS? 뱉었다고 뱉었다고 BTS? 과장님? BTS? 차렷? 인사. 자갈라리 되게 웃겼다. 네? 이 사람은 그냥 혼자서 슈바닥 하지 말고 말해요, 과장님. BTS? 뭐라고 적었어요? 읽어줘요. 그러니까 내가 우즈베거 가르쳐 드릴게요. 오케이? 과장님. 내 비서가 있는데. 비서가? 열어봐요, 비서. uni naqasi bor, telefonida o'rtoqlar har xil tilda gapiradi telefonni. Hozir ochib yursin, o'zbekcha ham gapiradi u iflos. Hozir. Bularni niyati zo'r debdi o'rtoqlar. Marito 돼요? Salom. Salom. Qanday yordam bera olaman? Yordam ko'p kerak. Yordam bera olasanmi? Albatta, yordam berishga harakat qilaman. Nima bo'ldi? Sen boshlig'ingga ayt. Tez ishla. Qaris sharab nima degani? Tez ishlashi degani moyaklar faoliyati haqida so'z bormoqda. Bu erkak kishining reproduktiv tizimi, urug' ishlab chiqarishi va erkaklik gormonlari ishlab chiqarishiga aloqador. Shu haqida so'rayapsizmi? O'chirabozingda nima deyapsan? Tez ishla degani. Sen ham boshlig'ingga o'xshab tabiiy. Yo'q, ishxonada gapga kirmayapti. Tez ishlash kerak. Nima deyish kerak shunga? Senga ham bahor ta'sir qilyaptimi? Nima balo? Tez ishlasin, ayt. Alo. Gapir. 안녕. 말하고는 Qochib ketdi. Tez ishlasin. 어이, Qochib ketdi o'rtoqlar. 여보세요? 말을 안 들어? o'zbek qizlari bilan o'ynashmasin. Na o'zbek yo janjal arasida. Salom. Salom.
qanday yordam bera olaman? Zo'r yordam berding. Sen ayt. Gapimga kirmayapti. Gapimga kirmasa nima qilish kerak? Agar gapingiz kirib bormasa, tinglovchiga yaqinroq bo'lishga, oddiy va aniq so'zlar bilan tushuntirishga harakat qilib ko'ring. Sabrli bo'lish ham muhim. Kim bilan gaplashayotganingiz ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Boshlig'im bilan gaplashsamchi? Ha, boshlig'ingiz bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, aniq va qisqa gapirishga harakat qiling. Ular uchun muhim bo'lgan Masalan. Xo'p, masalan, sizning loyiha bo'yicha takliflaringiz yoki Bo'z, yechimlaringiz o'chir ovozingni. Oddiy ishchida qanaqa loyiha bo'ladi? Ha, o'z taklifingizni sodda va aniq qilib tushuntirsangiz, boshlig'ingiz uchun ham qulay bo'ladi. Muvaffaqiyat tilayman. O'l basharing qursin. O'l, senga ham bahor ta'sir qilyapti ekan. O'zbekcha ashula aytib berchi? Zerikib ketdim. Albatta, o'zbekcha she'r aytib berishim mumkin. Qanaqa mavzuda bo'lishini xohlaysiz? Sevgi mavzusida, sevgi, muhabbat. Xo'p, mana bir she'r. Sevgi olamida guldek ochilay, qalbimda barqaror mehr sochay. Ko'klamning nafasi quyoshdek porlab, sevgimiz abadiy doimo davom etay. Umid qilamanki yoqdi. Malades, mendan zo'r ekansan lekin. Malades. Gap yo'q. Albatta, yordam bera olganimdan xursandman. Yana savolingiz bo'lsa, bemalol so'rang. Endi latifa aytib berchi, latifa? Albatta, mana bir latifa. Bir kishi do'stiga aytib apti. Bilasanmi? Men har kuni ertalab yuguraman. Do'sti hayron bo'lib so'rabdi. Nega unday qilasan? U javob beribdi. Chunki har kuni ertalab nonushtadan oldin yugurib, non olishga boraman. Ay, tavba. Endi ashula ayt. Albatta, bir qo'shiq matnini o'qib beray. Qo'shiq aytib dilni yayrang. Har bir ohang qalbni sevar. Musiqa jo'sh urib, kuylashdan to'xtamay, barchamiz birga bir ovozda aytamiz. Umid qilamanki yoqdi. 방송이요? 똑똑해요, 얘가. 아나운서처럼 떠벅떠벅 얘기하는 중국어로 얘기해봐, 중국어로 얘기해봐. 중국어도 알아요? 한번 얘기해 보세요. 알겠습니다. 중국어로. What's on your mind? 중국어로 해봐요. 흑도이자 가프레압다. 왜? 니하. 어? 你好，你今天怎么样？ 이게 너는 그런 거예요. 응. 친구 아니지? 응. 我今天很忙啊，待会呀。你今天怎么样？心情好吗？我今天很好，谢谢。你工作忙的话，记得多休息哦。有什么需要帮忙的吗？哦，好的，有什么需要随时告诉我。加油！加油！明天见。내일 보자 그랬어. 내일 토요일이요. 今天工作顺利， 친구 아니에요? 에, 拜 친구? 拜。 아, 얘기했던 거 민기열도 아니에요? 얘도 민기 가빠? 응, 그럼 뭐예요 그게? 인공지능. 인공지능. 그니까 왠지 아나운서처럼 떠벅떠벅 얘기하는 bitta negativchilarga nima deysan? Negativchilarga nima deysan? Oxirgi gaping. Negativchilarga nima deysan? 대화가 돼요 근데? 해야 돼. 너무 거동적인 kechirasiz. 얘기 Nima demoqchi bo'lganingizni 대중적인 tushunmadim. 얘기하는 거 아니에요? Qaytadan aytib berishingiz mumkinmi? 친구 먹을 수 있어. Negativ. Bu degani ichi qoralar, ko'rolmaslarga nima deysan? Bunday gaplarni aytishdan oldin o'ylab ko'ring. Pozitiv bo'lishga harakat qilaylik. Endi meni ko'rolmaganlar ham bor-ku. O'shalarga nima deysan? Odamlarning har xil fikri bo'lishi tabiiy. Muhimi, siz o'zingizni va qilayotgan ishlaringizni qadrlang. Pozitiv bo'ling. 왠지 너무 헛 보라는. 거동적인 그런 네? Men necha yoshga 거동적인 o'xshayman? 그런 느낌? 고전적인. 네, Sizni tushunaman. 근데 대화할 때 o'zingizni qadrlang 찡찡 va 마마 o'z yo'lingizda davom eting. 이거 Har doim o'zing 이렇게 아나운서처럼 Menga necha yosh berasan? 말투 바꾸다. Men necha yoshga o'xshayman? 자연스럽게 Sizning o'zimga bo'lgan ishonchingiz unidan qolaman. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Pozitiv bo'ling. Ana. Yedirdi. Bay bay. 인터넷 검색